Tehfat berishga hozir to'g'ri yo'l ko'rsatdik. Nima deysiz umuman qolganlarga? Albatta tavsiya beraman. Chunki o'zim juda ham oldindan qiziqardim Wildberriesga. 5-6 yildan beri qiziqardim, lekin qanaqa chiqishni bilmasdim. Siz komandangizni, sizni Instagramingizni ko'rib qolganimdan keyin sizga yozganman. Что administratsiyangizga что o'qish xohlayman. O'shanda ikkilanmasdan kelib o'qiganman. Ko'p narsani bilaman deb o'ylaganman, но ko'p narsani bilmas ekanman. Shuning uchun ham уже o'qishni bitirib, уже analitika qilib, tovar tanlab, уже уверенный bo'lib o'qidim. Hozirda mana rezultat qilyapmiz. Xudoga shukr, komandangizga rahmat aytaman, sizga, kuratorga, boshqaga, fulfillment ishchilariga. Обязательно kelib o'qishlarini, o'qimasa bu ishni qilish qiyin. Обязательно bagaj знание bo'lishi kerak. O'shandagina o'qib, to'g'ri yo'l, to'g'ri ish boshlash kerak. O'shanda yaxshi rezultatga chiqadi. O'ziga уверен bo'lgandan keyin ish boshlash kerak. Men o'ylayman, что даже o'zi marketda ishlayotganlar ham даже bemalol Wildberriesda savdo qilsa bo'ladi. Siz Rossiyaga borganmisiz o'zi? Yo'q, umuman bormagansiz. Hozir turib Toshkentda onlayn boshqaryapsiz, to'g'rimi? Da. Sizni asosiy narsalaringiz Xitoydan keladi. Xitoy zakaz qilyapsiz Moskvaga, Moskvadan bular skladga olib kelib, обработка qilib. Endi ko'pchilikga qiziqda, bu qiyin ekanmi o'zi? Birinchi tushunib olishda qanaqa bo'ldi sizda? O'zi qiyin deb o'yladim, namnoga oson ekan. Bunchalik qiyin emas. Xotirjam, necha soat vaqt ajratasiz hozir? Hozir kuniga 1 soat ham ajratmayman. 1 soat ham ajratmaysiz. Shu kartochkalarga qilish kerak bo'lsa vaqt ajratish mumkin. Atak unaqa emas. Просто qarayman analitikaga, boshqa narsaga. Unaqa qiyin joyi yo'q. Qiyin joyi yo'q, ha. O'rtoqlar, ko'rdinglar, Toshkentda turibman, Rossiyaga bormasdan turibman. Bu ish to'g'ri tushunib olish, mohiyatini tushunib olsangiz, Wildberriesda azonda xotirjam yaxshi daromadga chiqsangiz bo'ladi. Xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.